Dünyadagi eng günahkar adam. Bir günü Musa payg'ambar Allohdan so'raydi: "Ya Rabbi, dünyadagi günahsi eng ko'p adamni ko'rsatchi." Javob qatori Alloh Musa payg'ambarni dengizning jeyigine barishini buyurdi. Dengizning jeyigine bargan payg'ambar nevaresining qo'lidan qarmab turgan ulg'aygan aqsoqolni ko'rdi. Nevaresi cho'ng'atasına qarab, "Cho'ng ata, dünyada emne ko'p?" deb so'radi. Aqsoqol mo'g'ul ko'rib turgan dengizning tamchilari ko'p deb javob berdi. Nevaresi qayrayla qiziquu menен so'roqsin oladi. "Bu dengizning tamchilarından da ko'p hech narsa yo'qmi, cho'ng ata?" Bir sağımga oyga batkan aqsoqol ko'zini yosh qilg'irib, "Bu dengizning tamchilarından ko'p berse, bolsa mening günahlarım chiqar" deb ushkirnib qo'ydi. Emne jamon ish qilgan bolsa da günahsi chindig'inda ko'p ekan deb o'ylanib Musa payg'ambar uyine qaytdi. Ertesi kuni Musa payg'ambar qayra Allohdan so'raydi: "Ya Rabbi, dünyada taqir günahsi yo'q. Senin kechirimine bo'lgan kim bar, maga ko'rsatchi." Javob qatori Alloh qayrayla Musa payg'ambarni dengizning jeyigine barishini buyuradi. Dengizning jeyigine bargan payg'ambar janaqı ele ko'rinishga duchor bo'ladi. Kun batib baratgan kechki maal, jay baraqat jeyikке urib turgan to'lqin, jana o'yluu dengizga qarab turgan aqsoqol, jana aның qo'lin qarmab turgan nevaresi. Nevaresi cho'ng atasının yüzünü qiziqib qarab, "Cho'ng ata, kechagi günahlarınızdan bu dengizning tamchilarından da ko'p ekanini aytdingiz ele. A sizning günahlarınızdan da ko'p emne bar?" deb so'rab uzatdi. Bunday so'rovni kutmagan cho'ng atasi odatdagisidan da ko'pga o'ylanib turib, ayagında ko'z yoshlarini aran qarmab qilg'irgan uni menen "Mening günahlarımdan da ko'p bo'lgan bir narsa bilem. Al Allohning kechirimi" deb javob berdi. Bu javob tuqqan Musa payg'ambar kechagi dunyodagi eng günahkor adam bugun qantib dunyodagi eng günahsiz adam ekanini tushunib uyine qaytdi. Dualardan eng ko'p qabul bo'lgan, günahlardan eng ko'p kechirilgan kunlarindayız. Ko'p dua qilali. Dualarınız qabul bo'lsin inşallah. Ko'p istig'for aytib kechirim so'rayli. Alloh günahlarimizni kechirsin inşallah. Ko'p bu videoni bölüşeli. Başkalarga da yaxshilik jetsin inşallah. Assalamu alaykum.